Samina, sizga qanaqa stilga kiyinadigan bolalar ko'proq yoqadi? Old money или полуклассика? Old money, klassika. Классика и old money. Klassik old money. Xo'sh, haqiqiy old money qanaqa bo'lishini o'zimda qilib ko'rsatib beraman. Tomosha qilamiz. Tepa qismimizga V-образный oq bazaviy futbolka kiyib oldim. Oq ko'ylak, pink color ko'rinishdagi oq ko'ylakni kiyaman. Pastki qismimizga to'q ko'k rangdagi velvetviy gurka shimini kiyamiz. Velvetviy gurka shimimizni tepa qismi, ya'ni velvetviy dubordni pidjakni ustimizga kiyamiz. Obrazimizni aksessuarlar bilan to'ldiramiz. Galstukga keladigan bo'lsak, jigarrang, to'q ko'k, diagonal poloskali galstukni tanladim. Paypoqga keladigan bo'lsak, xuddi shunaqa kombinirованный jigarrang paypoqni oyog'imizga kiyamiz. Ro'molchaga keladigan bo'lsak, paypoq galstukga mos bo'ladigan jigarrang rangdagi ro'molchani ko'krak cho'ntagiga tiqib olamiz. Oyoq kiyimga keladigan bo'lsak, oyoq kiyimimizga jigarrang kojali tassel loferni kiyamiz. Parfumga keladigan bo'lsak, haqiqiy jentelmenga eng zo'r mos tushadigan parfum Tom Ford Tobacco Vanil aromatini sepib boramiz. Imajdagi eng muhim aksessuar bu soat hisoblanadi. Soatga keladigan bo'lsak, shu ko'rib turgan obrazimizga eng mos tushadigan soatni hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'rib turganingizda original Casio soat. Siferblat rangi to'q ko'k, aylana klassik shakldagi soat. Ko'rib turgan obrazimiz kuz mavsumiga ko'proq tushish uchun biz ustimizdan jigarrang rangdagi trenchni qo'shib yuboramiz. Ko'rib turganingizdek obrazimiz tayyor bo'ldi. Bu obrazga siz qanaqa baho bergan bo'lardingiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.